Baby botox deganda bu kam dozirovkada ishlanish va mimikani aktiv holatda qoldirish degani. Baby botox. То есть botoksni olamiz, juda ham kam dozirovkada qilamiz и hamma mimika qoladi. Bu kimga to'g'ri keladi? Yoshroq ayol qizlarimizga. Ajinlari aktivniy bo'lmagani, sinmagan ayollarga baby botox qilsa bo'ladi. Но в остальных случаях botoks полная dozировка qilinadi. Botoksga o'rganib qolmaydi odam. Botoksni единственный yomon tarafi uni ajin ketgandan keyin 1 oy, 2 oyda ham ketib qolishi mumkin. 3 oy хотя бы kutish kerak. Protokol bo'yicha botoks 12 hafta turadi. Botoks preparati 2 soatda tanadan chiqib ketadi. Lekin effekti, rezultati 12 hafta turadi. Всё. 12 haftadan keyin, то есть 3-3,5 oydan keyin botoksni yana qaytadan qilsa bo'ladi. U привыкание bo'lmaydi, tez qilmasa. Единственное, botulizm kasalligi bilan kasallangan odamlar легкая степень ularda olmaydi. Botoksni eng yomon botoks qilingan bo'lsa teriga o'shandan keyin olmaydi, chunki u toza bo'lmaydi-da, juda ham ko'p primislar bo'ladi, zahar primislar. O'shandan keyin olmaydi. То есть Dysport, Relatoxlar olmaydi. A tak привыкание к botoksu bo'lmaydi. No botoksni har doim olib turish kerak, har doim. Hozir olsam, keyin nima qilaman deyishadi-yu. Keyin nima qilaman? Qaraganimda yuzim ajin bo'lib ketadi. Nabarot botoks vaqtida olsangiz, mana 36-38 yoshdan boshlab olsangiz, 60 yoshingizda umuman ajin bo'lmaydi agar to'g'ri botoks qilingan bo'lsa.